Hurmatli do'stlar, bugun Berlin shahriga, Germaniyaga Ozoda Nursaidova kelib, vatandoshlarimiz uchun juda ham zo'r qo'shiqlarni taqdim etdilar. Chunki bugun bir nechta tadbir bo'ldi. Vatandoshlarning forumi, kitobning taqdimoti, qolaversa blogerlarning forumi, lekin musiqiy qismi ushbu tadbirning juda ham ajoyib bo'lib o'tdi, chunki Ozoda Nursaidova bugun aynan Berlinda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Ha, mana. Kitob qachondan beri taqdimotida kitoblarni berolmayotgandilar. Tavba qildim, nasib qarangki. Berlinda ko'rish, shuncha Toshkentda shuncha telefonlashdik. Ana ko'rishamiz, mana qarang. Chunki tirikchilik qurib ketsin. Har safar, viloyat har kuni to'ylaringiz bor, bu albatta yaxshi. Men xursandman, bu juda ham zo'r. Lekin har safar taqdimotga taklif qilgan paytimda ular hamisha band edilar. Lekin o'sha paytda yaxshi niyat qilgan ekanmiz. Qarang. Mana rahmatli oyim yaxshi gaplar bo'lgan. Yaxshi niyat yarim korova, ikkita yaxshi niyat selva korova. Shuning uchun yaxshi niyat qilgan ekanmiz. Germaniyada mana ko'rishib, mana shu kitobim taqdimotida qatnashganingiz uchun. Germaniyadagi vatandoshlarimizga sizni demak tilaklaringiz. Men boya ham aytdim-ku, bilasizmi, mana shu holatda juda ham bir yoqimli tarafi mana shu musofir yurtda o'zimizni o'sha issiq kaftli haligi o'zbegimizni ko'rish, o'zimizni qora ko'zlarimizni ko'rish haqiqatan bu juda ham yoqimli. Bugun mana shu Germaniyada Yevropani bir yuragida shu o'zimizni qora ko'zlarni ko'rib, ularga ashula etib, mana shu Navro'zni birga nishonlaganimiz albatta juda ham men uchun go'zal bir anaqa bo'ldi. Bu ham niyat qilamizki, avvalambor elchixonaga rahmat. Shunaqa bir oxirigacha sir tutishdi, lekin kattakon rahmat. Shunaqa O'zbekiston imij uchun qilishayotgan mehnatlar uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, bu hali boshlanishi. Biz niyat qildik, xudo xolasa stadionda konsert berganimda, xudo xolasa qamishlar berib. Eng zo'r boshlovchilar taklif qilasiz dedim. Xudo xolasa inshaalloh O'zbekistonni bayrog'i yanada yuqori qilib turasin. Biz ham mana shu kichkina bir hissamizni qo'shaylik. Mana shu o'zbek vatandoshi sifatida avvalambor nima deymiz, yutuqlarimiz yanada ko'paysin. Rahmat. Fursatdan foydalanib, demak, O'zbekistonni Germaniyadagi elchixonasiga, qolaversa konsulimiz Sarvar akaga, Tashqi ishlar vaziri, assalomu alaykum. Rahmat. Sarvar aka shu yerdalar. Rahmat, sog' bo'ling. Qolaversa Tashqi ishlar vazirligiga va vatandosh fondiga katta rahmat. Bu degani, xudo xolasa, Ozoda Nursaidovaning Germaniyadagi konsertlarida ko'rishganda. Ko'rishguncha. Salomat bo'linglar.